Guruh bosqichidagi yirik mag'lubiyat raqiblarda uyg'otdi qo'rquv va hayrat. Final bosqichida g'oliblik uchun hakam sotib olindi oxir-oqibat. Ammo dildan so'rasang Alloh qarashar, kubok esa haqiqiy mardlarga yarashar. Birinchi bo'limdayoq ikkita qizil. Deyishdi, kumushdir sizlarning manzil. G'araz yo'lni tanlagan raqiblar uchun qimmatga tushdi bu qilingan hazil. Niyati poklarga Alloh qarashar, kubok esa haqiqiy mardlarga yarashar. Allohni ko'rsatib ko'tarilgan qo'l ochdi bizlar uchun g'alabaga yo'l. Ikkinchi bo'limning boshlaridanoq penaltidan urildi raqibga ilk gol. Niyati poklarga Alloh qarashar, kubok esa haqiqiy mardlarga yarashar. Mardona yugurib baxsh etib jonni, ko'rsatib raqibga toza futbolni, to'pni olib o'tib raqib chotidan Hasanov yo'lladi ikkinchi golni. Niyati poklarga Alloh qarashar, kubok esa haqiqiy mardlarga yarashar. Arablar hayratda ko'rib bu golni, 9 o'g'lon o'ziniki qildi maydonni. Hali jahon futboli ko'rmagan hatto final o'yinidagi bunaqa holni. Niyati poklarga Alloh qarashar, o'zbek farzandiga kubok yarashar. Kuzatdik, goh yig'lab, gohi quvonib, hammasini yaratganning o'ziga solib, butun O'zbekiston duo ayladi, yaratgan qo'lladi va bo'ldik g'olib. Chin dildan so'rasang Alloh qarashar, o'zbek yoshlariga kubok yarashar.